Darvozabonlar hozir haqiqiy xushini yo'qotishmoqda. Sababi Jabulani qayta qaytmoqda. Hamma 2010-yilgi jahon chempionatidagi o'sha mashhur to'pni eslaydi. Uning nomi Jabulani. U faqat 8 ta qismdan iborat edi va shakli mutlaqo noodatiy, sirli ko'rinishda bo'lgan. Hujumchilar uchun bu orzudek to'p edi, lekin darvozabonlar uchun haqiqiy azob. Zarba berilgan paytda to'p havoda go'yo jonli narsadek burilib ketar, yo'nalishi keskin o'zgarardi. Hatto hakamlar ham hayron qolishardi. Bu futbolmi yoki fizikaning yangi qonunimi deb. Endi esa 2026-yilgi jahon chempionati uchun Adidas yangi to'pni taqdim etdi. Uning nomi Trianda va u Jabulaniga o'xshaydi. Faqat 4 ta qismdan tashkil topgan. Bu degani u yanada yengil, havoda shiddatliroq aylanadi va trayektoriyani taxmin qilish deyarli imkonsiz bo'ladi. Qiyos uchun klassik Adidas Telstar to'pida 32 qism bor edi. Demak, Trianda undan 8 barobar kamroq bo'lakli to'p. Bu esa har bir zarbani lotereyaga aylantiradi. Darvozabonlar bu vaziyatda chiday olmay bosh qotirishmoqda. Hujumchilar esa yangi imkoniyatlarga ega bo'lishmoqda. Bu chempionat futboldagi statistika va qoidalarni tubdan o'zgartirishi mumkin. 2026-yil nafaqat futbol, balki ilmiy jihatdan ham eng qiziq yili bo'ladi.